Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun 2026-yilning 7-mart kuni. Hozir shu telefon orqali bir YouTube kanali orqali bir holatni ko'rib, men shuni gapirmasam bo'lmaydi deb shu sizlarda ozgina megabaytlarga ketkazishga iltimos majbur bo'lib qoldim. Hurmatli onaxonlar va singillar, jamiki shu yurtimizdagi ayollar. Mana men Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi Usmonov Muzaffar Mahmudovichman. Hurmatli yurtdoshlar, mening qo'l telefonim 93lik 056 45 54. Hurmatli onaxon opaxonlar, yana bir martadan qaytarib aytaman, barchangizni ertaga bo'lib turgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan tinchlik, totuvlik so'rayman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Oilangizga qut baraka tilayman deb. Endi mana bu aloqa qo'l telefonida ko'rib qolgan YouTube orqali bir singlimiz haqida endi gapirib o'taman. Sabab mana yurtdoshlarim, bu bizning Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi bo'lib turgan 29-maktab direktori Gulira'no Qosimovaning sud jarayonini ham ko'pchilik shu YouTube orqali ko'rib, eshitib, tinglab boryapti turganlar bor. Lekin hammani fikri har xil. Kimdir u deydi, kimdir bu deydi, lekin hali bu sud jarayoni yakuniga yetib bormasdan mana hozir bir singlimiz bor ekan, Farg'ona viloyatining Furqat tumanida Qo'qonboy MFEda bankir bo'lib ishlovchi oliy ma'lumotli bo'lishibdi. Gulhayo Eshmatovaning 41 minutlik YouTube orqali Feruza opaxon bilan gaplashgan suhbatini mana YouTube orqali ko'rib qoldim. Lekin bu Gulhayo singlimiz bu Furqat tumanining 29-maktab direktori Gulira'no Qosimovaga nisbatan juda ko'p narsalarni shu sizdan boshqa Feruza opa gapimiz sir bo'lib qolsin degan, boshqalar eshitmayapti, ikkovimiz bilyapmiz degan. Lekin hurmatli yurtdoshlar, mana endi bularni haqiqatda ularni gapini birov eshitmaydi, lekin meni gapimni eshitgani mana endi prosmotrda nechta bo'lgani aniq bo'ladi. Lekin bu oliy ma'lumotli mahallada ishlab, ulg'ayib, farrosh bo'lib ishdan shu mahallada yana qaytaryapman, Qo'qonboy MFEda bankir bo'lib ishlovchi Gulhayo singlimizga men aytmoqchimanki, bu Gulira'no Qosimovaning shunday asoslimi, asossizmi unga nisbatan gapirgan gaplari ketyapti. Bitta Jumanov hokim bilan ham birga yurgan deyapti, hamda Sanjar Aminjonov prokuror bilan ham yurgan birga deyapti, ichki ishlar To'rabek bilan yurgan deyapti. Bu katta davrada buni nomi chiqib qolgan Qosimovani deyapti, lekin bu yuryapti deyapti. Lekin eng achinarlisi, bu rayonda ilgari maktab bitiruvchi ta'lim bo'lgan, hozir yangi ajrab chiqqandan keyin bitta adashmasam shu Dilnoza opa degan rahbar bo'lgan. Bu birinchi bir moliyada ishlaydigan, tekshirib kelganda bolalar maktab bog'chalarida tekshirib kelganda kamchiliklarni ayon qilgandan keyin bu Dilnoza opam qo'shib bergan deyapti. Bu to'g'risi juda achinarli gaplar. Bular qani endi bu mana bu hozir bu nom olyapti turgan insonlar hammasi davlat odamlari. Lekin buni hali yakuni bo'ladi. Bu holatlar qani agar haqiqatdan shu gaplar asosli, isbotli bo'lsa,
bu keyin mayli bu Gulhayoga nisbatan biron tashkilot bir chora bermaydi. Agar bu Gulhayoning gapirib turgan gaplari hammasi o'z tasdig'ini topmay, isbotsiz, dalilsiz gapirilgan bo'lsa, bu mana oliy ma'lumotlik bankirimizni holiga nima bo'ladi bilmayman, lekin shuncha aytadi eskilar. Balo odamga bormaydi. Odamni o'zi baloga boradi deb bekorga aytmagan. Endi shuncha erkaklar bilan yurdi degan gaplar qani Gulhayo, sizni gapingiz tasdig'ini topsa, siz haqiqiy shu Gulirona Qosimovani haqiqiy kamchiligini ochgan bo'lasiz. Agar shu narsalar isbotsiz bo'lib, dalilsiz bo'lib gapirgan bo'lsa, avvalgi endi bu boshingizga kelib turgan qora bulut siz hali 7 tushingizga kirmagan jarayonlar endi boshlanadi. Hurmatli yurtdoshlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana shuning uchun bilib bilmay gapirishni keragi yo'q. Sabab bu YouTube orqali har bir murojaat baribir bir e'tiborga olinmasa ham buni nazorati bor. Qani bu kechirasizlar, bugungi kunda yana sizlar bilan yaxshi dam olinglar, yana ertaga yana bir Andijonda bo'lgan holat bo'yicha men ertaga yana bir Andijon viloyat hokimi Shuhrat akaga ham bu bo'lgan holatlarni men bir aloqa qo'l telefoniga chiqib aytaman. Keyin bu yana bir yakunda davom ettiramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.